Hello YouTube ahlislar bilan men o'sha Killer va bugun biz birgalikda Baysin serverida o'ynab ko'ramiz va Portal Launcher'ga skinimni qo'yishni o'rgandim va mana qo'ydim ham. Va nega anchadan beri yo'q bo'lib ketganimni sizlarga keyinroq aytaman. Buni bir chekka olib turamiz va videoni boshladik va bugun biz Baysimni obzor qilmaymiz, просто tak o'ynaymiz. Chunki reklama emas. Artefakt ham bizga reklama qilmagandi, shuning uchun nima qilishni bilmaganimdan qilib yubordim. No, birinchi o'rinda biz anarxiyaga kirib ko'raveramiz. E'tiborsiz hech kim. Nega anchadan beri yo'q bo'lib ketganimni hozir aytaman. Va men anchadan beri yo'q bo'lib ketganimning sababi o'zimga yarasha ishlarim bor edi. Barcha ishlarni qilishim kerak edi va bu yerda ba'zi bir odamlar skinim chiqib qolgan. Sababi esa ping emas, xullas qanaydir ish. Menda kirka yo'q. Nima. What the fuck? Love was good. Bu anchadan beri ko'rmay ketganim sababi juda ham ko'p. Xullas men yozda ko'rmay ketgandim. Shunday sabab. Brat, ya keling brat. Menga love dedingizmi? O'zingizdan keling. Nima dedi? Ibi killerchi o'ldi. Nima? Yo'q. Ya o'zi aytdi, o'sha akdan ham kiring. Nima degani bu endi? Ibi Ibi deganiga killerjon o'ldi. Nik nima? Menimcha menga eski nik deyapti-yo. Yo meni obunachim yo boshqa. Agar siz ko'rib turgan bo'lsangiz, sizga omad tilayman. Xo'p, endi esa biz anarxiya o'ynaymiz. Birinchi o'rinda o'zimga kirka yasayman. Aytgancha yangi video chiqmoqda, uni montajini qilishim kerak. Shuning uchun ozgina sabr qilinglar. Undan so'ng esa yangi video chiqadi, albatta. Ozgina sabr qiling. Do'stim bilan yangi video olamiz va buni erta-indinlarga montaj qilamiz. Xo'p, biz bu yerdan boshlamaymiz. Biz birinchi bo'lib mana bu gullar tashlaymiz. Nimaga oldim? Bu kerak bo'lar. Jon bur. Bu hammamiz bilgan kishilar qayta yangi videomi ko'rgan bo'lsanglar shortsda. Demak, siz omadli odamsiz. Albatta omadlisiz. Men ham omadliman. Men yangi kompyuter olmoqchiman, shuning uchun kanalga obuna bo'ling hamda kommentga o'z fikrlaringizni qoldiring. Xo'p, kimdir telefon qildi, hozir bir daqiqa. Mayli. Xo'p, o'yinga qaytadigan bo'lsak, menda hozirda Adela pingda 52 MC. Damn, menga nima bo'ldi? 10-20 ko'rmas odam kelmoqda. Boshlaymiz. Birinchi o'rin. Instagram'imiz Spa va yo'lskin turibdi. Nega? Normal. O'yinni davom ettiramiz. Bu ham skilim ekan. Birodar, qandaysiz? Xo'p. Bu yerda hech narsa yo'q. Anchadan beri o'ynamayapman. Va men anchadan beri kelmayotganimga meni kechiringlar. Nima? What?
Hop, bularni nima bo'lgan bilmadim, lekin men hammasini gapirib, bularni chorlayveraman. Xullas, men anchadan beri yo'q bo'lib ketgan sababi men shunchaki charchaganman. Shunchaki tanaffus qilib, sekinlik bilan. Nima birodar? Nima birodar? Damn bro, what the fuck? Bro, voy da, nima? Da, gapiring. O, birodarim. Rahmat bro. O, siz YouTube'ga chiqdingiz. Sherzod 001. YouTube kanali bor bo'lsa obuna bo'ling. Hop, men endi shaxtaga qaytaman. Va men charchagandim, prosta charchadim. Nega faqat Minecraft? Dunyoda boshqa o'yinlar ham bor-ku dedim. Va bir do'stim mening oldimga keldi. Birodar, siqilma. Roblox bor. Va bir necha kun Roblox o'ynayman, o'rgandim, akkaunt ochdim. Xullas, shu tarzda ketdim. Va yangi video Roblox haqida bo'ladi. Mayli. Albatta bir kun kelib, men ham mana bu joyga chiqaman. Mana buni uchiga chiqaman. Xo'sh, endi biz nima qilsam bo'ladi? Sherzod 001, men seni unutmayman. Unutdim. Endi nima qilsa bo'ladi? Bunda narsalar sotsa bo'ladi. Brat. Damn, what the fuck? Kirga berib turing, brat. Kirga berib turing. Kirga berib turing. Xullas, gapni so'zlaymiz-da. Hop, anarxiya qaytamiz. Tushib ketdi. What the fuck? Ketdim men bilan yashtiraman. Xullas, Roblox o'ynayman, do'stim taklif qildi va men Robloxni o'ynadim va emotsiyam bum. Men tepaga ketdim bular ketgani. Va anchadan so'ng esa Xullas, qachondir YouTube'ga qaytaman dedim. Shuni o'zi. Stons. Naqsodardi. Da. Xo'p, buni olib yuboramiz. Va do'stim bilan bir nima? Nimani olay? Brat, nima? Agarda siz bu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, kattakon rahmat. YouTube'da kanalingiz bormi? Ha. Hozir videoga olyapman. Ko'ryapsizmi? Bля! Da, videoga olyapman, brat.
Qancha obunachingiz bor? No, endi o'zingizlarga bog'liq. Sizlar obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ldi. 100 ta bo'lsam bo'ldi. Brat bo'pti, xolos. Masalan, sotaylik. Men kanal nima? Bu ko'mirlarni sotamiz. Voy nima? Nima brat? Sen kanalingiz bormi shunaqa? Nima deyapti menga? Bo'lmaydi. Xo'sh. Men obuna bo'ldim. Hop, endi bu men obunachim. Siz endi meni obunachimsiz, Sherzod 001. Rahmat. Rahmat bro. Mana do'stlar, sizlar ham hozir obuna bo'lib qo'yinglar. Mana hozirgina Steam'dan obuna bo'lib qo'ydi menga. Va bu meni haqiqiy obunachim. Rahmat. Agar bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, like bosib obuna bo'lib qo'ying. Obuna bo'ldingiz-ku. No, mayli. Komment yozib qo'ying, men ko'rdim deb bo'ldi. Yo'q bro, bu sizga pishirib bering. Xo'p, videoni davom ettiramiz. Bu yoqlarga borib ko'ramiz. Bu yoqlarda nima bor? Yo'qmi kelyapti? Yo'q, kelyapti-ku. Xo'p, endi esa men tezroq 100 ta bo'lishim kerak. Bu yoqlarda nimadirlar bor. Nima? Ishingizni qilavering bor. Men video olishim kerak. Xo'p, necha minut bo'ldi? Mayli, 9 minut bo'ldi. Shu joyda videoni to'xtatishga majburman. Men yangi video olishim kerak va keyingi safar do'stim bilan Steam'ga kiraman. Qaysidir kuni vaqti bo'lsa. Sizlar esa videoga like bosib, kommentga xohlagan so'zingizni yozib qo'ying. Faqat hammaga xayr.